Essay tahlili. Many people prefer to watch foreign films rather than locally produced films. Why could this be? Should governments give more financial support to local film industries? Ko'p odamlar afzal ko'rishadiki, chet el filmlarini ko'rishni o'zimizning ishlab chiqarilgan mahalliy filmlarga nisbatan chet el filmini ko'rishni afzal ko'rishadi. Nega shunday bo'ladi? Hukumat nima qilish kerak? Mahalliy film sanoatiga ko'proq moliyaviy yordam berish kerakmi deb so'ralyapti. Va bu essay double question essay hisoblanadi va shuning uchun body 1 ga birinchi savolga javob yoziladi, body 2 ga ikkinchi savolga javob yoziladi. Endi birinchi paraphrase qilinib introduction yoziladi. It's true that ma'lumki chet el filmlari ko'proq mashhur, ko'p davlatlarda mashhur. O'zimizning ishlab chiqarilgan filmga qaraganda bu yerda bir qancha sabablar bor. Nega bu holatga bir qancha sabablar bor va men ishonamanki hukumat targ'ib qiladi mahalliy film ishlab chiqaruvchilarga sanoatga subsidiya pul kiritish orqali. Endi birinchi bodyda yozilyapti there are various reasons why. Bu yerda turli sabablar bor negaligi odamlar ko'proq chet el filmlaridan mazza qiladi o'zimizning filmlarga nisbatan, o'z davlatimizdagi filmlarga nisbatan. Firstly, birinchidan film ishlab chiqarish sanoati ma'lum davlatlarda yuqori byudjet qilinadi. Harakat uchun maxsus ta'sirlar, ajoyib sahnalar, chiroyli joylarga nisbatan ko'proq byudjet qiladi. Hollywood blockbusterslari masalan Avatar yoki James Bond filmlari misol qilishimiz mumkin. Shunday ishlab chiqarilgan filmlarga bu global rad etib bo'lmaydigan global ko'rinishdir. Boshqa bir sababi katta byudjet filmlar muvaffaqiyatli bo'ladi. Mashhur aktyor, aktrisalar ular tajribali prodyuser va direktorlar tomonidan ishlab chiqariladi. Past sifatli, kam byudjet film ishlab chiqarish qiynaladi, tafovutdan qiynaladi. Endi birinchi savolga javob yozildi negaligiga. Endi ikkinchi bodyda yechim, government pul to'lash kerakmi yo'qmi degan savolga javob yoziladi. In my views, mening nuqtai nazarimdan hukumat support qilish kerak, filmlarni support qilish kerak. Har davlatda juda ko'p talantli, havaskor filmmakerlar bo'ladi. Imkoniyatlar beriladi, o'zlarini isbotlaydi.
katta byudjetli ishlab chiqarish bilan musobaqalashish uchun chet elliklar bilan bu odamlarga juda ham ko'p pul kerak. Pul kerak, aktyorlar, keyin joylarning puli, yuqori sifatli filmlar, government yordam beradi, bu narxlarga puliga yordam beradi va ular ko'rgan bo'lardi oshishini film sanoatida, film sotilishdagi foydasini ko'rardi. Balki hatto turist soni ham oshardi deyilyapti. New Zealand, masalan, Yangi Zelandiyada turizm oshgan. Uzuklar Uzuklar hukmdori filmini ko'rib va hukumat subsidiyasi tomonidan mablag' kiritilgan va natijada turizm ham oshgan. Bu juda ham ajoyib ideya ekan. Endi yozadigan bo'lsak, xulosani in conclusion, I believe that. Men ishonamanki, financial support oshsa yordam beradi filmlarning sifatini oshirishga va chet el filmlar bilan musobaqalashishi va bozor miqyosida ustunlik qilishini yordam beradi deyilyapti.